Eng asosiysi siz uylarni boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilishingiz mumkin. Kadastr hujjatlari esa xarid qilingan kunning o'zida sizga taqdim etiladi. Ayni vaqtda biz Nishon tumanining Qoq markazida joylashgan Bek Bunokor qurilish kompaniyasi tomonidan barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joylardamiz. Siz tasvirlarda ko'rayotgan xonadonlar tabiiy gaz bilan to'liq ta'minlangan. Uyingizga darhol ko'chib o'tishingiz uchun barcha sharoitlar 100% tayyor. Kadastr hujjatlari ham tayyor, sotuv boshlandi. O'zingizniki qilib olishga shoshiling. Siz uchun qulay va zamonaviy turar joy majmuasi. 5 qavatli bino, har bir qavatda 2 xonali xonadonlar. Afzalliklar 24 ga 7 elektr energiyasi, suv va tabiiy gaz ta'minoti, suv uchun qo'shimcha zaxira hovuz, to'liq ishlaydigan isitish tizimi, mehmonxona qismi sifatli aboy bilan bezatilgan. Har bir xonadonda gaz plita va ariston suv isitgichi o'rnatilgan. Bolalar maydonchasi mavjud. Pastki va birinchi qavatlarda balkon mavjud emas. Xonadonlar tayyor kadastr hujjatlari bilan topshiriladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, pastki qavat 1 kvadrat metr 5 million so'mdan, birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlar esa 1 kvadrat metr 6 million so'mdan, 4-chi hamda 5-chi qavatlar 1 kvadrat metri 5 million 700 ming so'mdan boshlanadi. Maxsus aksiya: shartnoma tuzgan har bir xaridorga konditsioner bepul sovg'a qilinadi. Batafsil ma'lumot va qo'shimcha savollar uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Manzil Nishon tumanining markazi. Bu joylar xalq tilida Nishon tuman majburiy ijro byurosi bo'limining ro'parasi deb aytiladi.